Uyda o'tira olmaydigan odamlar bor. Bekar bo'lsa ham ko'chaga chiqib ketish kerak. Bekar bo'lsa ham uyda o'tirmaslik kerak. Bozorlarda yuradi. Subhanalloh, bozorda yuradi-ya. Shaytonning masjidimidi bozor? Hozir qo'linglar ko'taringlar desam chiqadi 5-10 ta odam shu mingtadan. Bozorda yursa yayraydi, uni ko'radi, buni ko'radi. O'zi hech narsa olmaydi, ishi yo'q. Prosta aylanib yuradi. Birodarim, agar sen ko'chaga chiqishing juda ham zarur bo'lsa, odamlarga aralashmasang iloji bo'lmasa, ishing bo'lsa chiq. Ammo juda ham zarur bo'lmasa, zarurat bo'lmaydigan bo'lsa, uyingda o'tir. Shunda bilasanmi, senga nimalar bor? Birinchidan, g'iybatdan salomat bo'lasan. Chunki yo sen g'iybat qilasan odamlar bilan tursang, yo yoningdagilar g'iybat qiladi, sen unga guvoh bo'lasan. G'iybat qanaqa gunoh ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz.